Assalomu alaykum. Bir kontur bir mahsulotimiz tamoyili bo'yicha ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu loyihamiz Xalqbank hamkorligida Surxondaryo viloyati Uzun tumani Fayzova mahallasida joylashgan 3 ta kontur raqamli 328, 326, 324 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz mahsulotimiz ekilgan. Maydon hajmi 1208 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 400 metr, bo'yiga 200 metr, 200 metrni tashkil etadi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash holatida jarayon ketmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiradi. Ushbu loyihada 33 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 422 sotix yer maydonlarini to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorimiz Shaymardon Bobo Baraka fermer xo'jaligi biriktirilgan.